Qırğızistan Prezidentlik Axbarat Mərkəzi bayonot e'lon qilib, Sooronbay Jeenbekovning o'ziga nisbatan hammadan muhimi Qirg'izistonning tinchligi, davlatning bir butunligi, xalqning ittifoqligi va jamiyatning omonligi ekanligini, tarixga puhrolarning qonini to'kilishiga sabab bo'lgan prezident bo'lib xotirlanishni xohlamaydiganligini bildirdi. Jeenbekov poytaxt Bishkekning ijtimoiy siyosiy vaziyatining yanada jiddiy ekanligini eskartib, yangi ministerlar kabinetini tasdiqladi. Ammo bu jiddiychilikni pasaytmadi. Darhol iste'pa berishini talab qilishlar davomlashmoqda. Navbatdagi vaziyat ikki taraflik to'qinishga yaqinlashdi. Bir tarafda namoyishchilar, yana bir tarafda bexatarlik qismlari. Askarlar va bexatarlik qismlari prezidentlik to'ralg'usini qo'g'dash uchun qurol ishlatishga majbur bo'lmoqda. Menga nisbatan har bir vatandishimning hayotidan qimmat hech narsa yo'q. Tarixda puhrolarimning qinining to'kilishiga sabab bo'lgan prezident bo'lib xotirlanishni xohlamayman. Shunga men vazifamdan iste'fo berishni qaror qildim dedi. Sooronbay Jeenbekov yangi bosh ministr Sadir Japarov va boshqa siyosiyonlarning qo'llag'uvchilarini Bishkekdan chiqarish va shahar aholilariga tinch amon turmush sunish chaqiriqini e'lon qilib, hech qanday hokimiyat davlatimizning butunligi va jamiyatning omonligidan qimmatli emas. Hammaga qodir Alloh hammamizni, zaminimizning tinchligi va xotirjamligini qo'g'dasin dedi. Tunigun bosh ministerlik vazifasiga o'tirgan Japarov va boshqa siyosiyonlarning qo'llag'uvchilari o'tkazgan namoyishlarda Sooronbay Jeenbekovning iste'fo berishini talab qilgan.